Diqqat, shoshilinch yomon xabar, barcha tezda xabardor bo'lsin. O'zbekistonda hozirgina dahshatli tarzda yonib ketgani aytilmoqda. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin do'stlar, kanalimizga xush kelibsiz. O'zbekistonda hamda jahonda sodir bo'layotgan eng tezkor va dolzarb mavzularni o'tkazib yubormaslik uchun kanalimizga obuna bo'lib, videoroliklarimiz davomida bor yo'g'i bir donadan like hamda podpisatsiya tugmachalarini bosib qoldirishni unutmang. Farg'ona viloyatining Yozyovon tumanida yuk avtomobili yonib ketdi. Bu haqida viloyat favqulodda vaziyatlar boshqarmasi xabar berdi. Ma'lum qilinishicha, hodisa bugun 10-oktyabr kuni soat 06:02 da Yangi Bo'ston mahalla fuqarolar yig'ini hududidan o'tuvchi A373 Andijon-Toshkent yo'nalishida harakatlanib ketayotgan Volvo rusumli furada sodir bo'lgan. Yong'in o'chirish ekipajlari voqea joyiga soat 06:22 da yetib kelgan. Yong'in 06:23 da o'rab olinib, 06:26 da to'liq bartaraf etilgan. Hodisa oqibatida hech kim jabrlanmagan. Hozirda yong'inning sababi va keltirilgan moddiy zarar miqdori aniqlanmoqda deyilgan xabarda.